Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Shu yigit haqida mana shu joyimda, mana shu ko'nglimda ozgincha so'zlarim, gaplarim borda aytmoqchiman. 30 mingdan o'tar degan vaqtlarim o'pkam to'lib ketyapti-da. Ichim yonib ketyapti. O'tar vaqtlarim Saturn hali bu qiyinchiliklaring o'tib ketadi seni. Yorug' kunlar seni kutib turibdi. Hali yaxshi natijalar qilasan. Hali hamma orzularing amalga oshadi. Men ishonaman. Mehnat qilavergan jigar degandi-da. Men xudo xolisa orzularimizga erishamiz. Yaxshi natijalar qilamiz. Biz uydagilarga xudo xolisa yaxshi sharoit yaratib beramiz. Zo'r bo'ladi hammasi deb chiroyli gaplar aytgandi-da. Ozgincha vaqt o'tdi. Ozmi ko'pmi natijalar qildik. O'zbekiston polni meni taniydi. Ota-onam mendan pul so'rasa beryapman. Dadamga mashina berdim. Haj safari uydagilarga. O'zimga mashina, texnika juda ham yaxshi ko'raman, mashina oldim. Yurtimiz bayrog'ini osmonga ko'tardim. Shahzod Gold ham xuddi shunaqa bayrog'imizni ko'tardi O'zbekiston yurtimizda. Men bir narsa aytmoqchiman-da jigarlar. Shahzod Goldni ko'nglida shuncha kiri yo'q. Shuncha kiri yo'q. U birovning mol davlatiga, mansabiga qarab e'tibor berib qo'l uzatmaydi. Shunchaki inson bo'lsa bo'ldi unga. Shunchaki inson bo'lsa bo'ldi. Biz shuning uchun qadrdon bo'lgandik. Hech narsasiz qadrdon bo'lgandik. Uni boshiga bir mushkul tushdi. Alloh mushkulini oson qilsin. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib, hammasi yaxshi bo'ladi. Duo qilib qo'yinglar. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Hammasi. Biz hali davom etamiz. Yaxshi natijalar qilishimizni va O'zbekiston yurtimizni bayrog'ini osmon uzra ko'tarib, o'zga yurtlarda O'zbekiston deb baqirishimizni. Ular bilasanmi, chempionlarni ko'rdimda, meni ham o'g'lim shunday bo'lsa, meni ham tabriklashaydi. O'g'lim shunday yursa, shunday hamma deb havas qilganman, lekin niyat qilganman-da. Shahzodam shundan ham, bulardan ham zo'r bo'lib ketadi. Ramzonni ko'rdimda, Shahzod bilan birga yuradi. Shahzod bundan ham zo'r bo'lib ketadi. Shahzod adashdi dechidimda, balon, lekin to'g'risini aytaman. Shahzod ko'chani tanlab ketdi-da, agar shunday bo'lsa Ramzondan ham zo'r bo'ladi. Hozir mana shu jahon tonichida dedim. Dechidimda, keyin Allohni xohishi ekan, niyatim bor ekan, duo qiladim. Niyatimga yetdim. Kecha shunday hasim berib xursand bo'lib ketdim-da, mana niyatimga yetdim. Shu yil bittalarning hoji bo'ldilar, bittayin chempion bo'lding. Xursandman baland hayotdan xursand. Я бы хотел вызвать набой гол. Узбекский гангстер. Можно тебя сюда? Конечно, брат! Послушай меня. Ты же считаешь себя тут гангстером, типа я тут главный туда-сюда. Базарный, это твое мнение. Я тоже так же себя считаю здесь. Но я считаю, что это моя территория. И я здесь главный здесь. Если хочешь, мы проверим это в ринге, в бою. Достойные мужики, я готов, любое время! Я лев, я яшчик, я любое время я готов. Qachon to'xtayman? Faqatgina golga kirsa to'xtaymiz. Golni, unga to'xtash yo'q. Мы когда остановимся, когда только умерем, нас только остановит эта кровь. Только вперед! Let's go, start down! Assalomu alaykum O'zbekiston. Mujiki, yaxshimisizlar? Mana O'zbekistonga boraman. Mana biletim O'zbekistonga bora olmayotgan vaqtim, nimaga bora olmayotgandim? 24-yil 2024-yil 5-noyabr kuni janjal bo'ldi. Toshkentda. Men o'sha yerga borligim aybdorligimda, borligim. O'sha payt men urmadim o'shanga. Apoti urush bo'lib ketdi. Janjal bo'ladi ko'cha.
Keyin u bolalar yozib berdi. O'shanga men urmaganman-da ularni. Mani ular yozib berdi, yozib bergan ekan, vaqt o'tib men Tailandga ketdim. Tailandga ketdim. Mani aybdor qilib qo'yishdi. Men sudimni, sudimni qo'ylabdi, o'zi bo'ldi. Men bo'ldi, shahzod qilgan bu narsani. Bu narsani shahzod qilgan deb gap tarqalib ketdi. Vaqt o'tdi, uydagilarni sog'indim, onamni sog'indim, onamni chaqirib oldim, ko'raman baribir chempion bo'laman, xalqimga foydam tegayotgan bola bo'lay deb aytardim-da. Tailand keldim, alhamdulillah, mana yaxshi yutuqlar bo'ldi, yaxshi ko'tarishlar bo'ldi. Erishdik. Endi oktagonga tusholmayotgan sababim shu narsa edi. Oktagon tushish kerak edi, oktagonga borib tusholmay qolayotgan sabablarim mana shu edi. Endi borolman. Men hech kimga ishonmayotgandim. Endi mana ishni hal qildik. Men chunki men aybdor emasman-da, aybdor emas bo'lib qamalishni xohlamayman. Undan oldin qamalganman, men urush qilib, urib qamalganman. Lekin endi urush qilmay qamalishni xohlamayman-da. Men O'zbekistonga mayli foydam tegmayotgandir. Lekin hozirroq bo'lsa bayroqni ko'tarib Tailand degan joylarga, mana bunday boshqa yurtlarga O'zbekistonni bilmaydi-da, bu davlatlar O'zbekistonni bilmaydi. Lekin Rossiya deysiz, nima desak biladi. Lekin men mana shu O'zbekistonni ko'rsatib, O'zbekistonning kuchini ko'rsatib, mana shunday sal bo'lsa ham O'zbekistonga sal bo'lsa ham foydam tegayapti deb o'ylayman. Men sizlarga shuni iltimos qilib qolamanki, bu videoda uydagilarga talab ketaman. 3 kun yo 4 kun mana xabar bo'lmasa, uydagilarga tayyorlab ketaman, uni qo'yishadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Prezidentimizni, o'zimizni o'zbek aholisini menga podishga berganlari uchun men juda ham xursandman. Men aytmoqchimanki, men endi qamalishni xohlamayman-da. Onam, farzandlarim bor, 3 ta farzandim bor. Yaqinga 4 ta bo'ladi. Ularning o'zini qolib ketishini xohlamayman. Ichkariga kirishlik, bosim, yana bunaqa bo'lib tirnoq chiqib ketishlik, yana bunaqa oyoq turishlik qiyin. Sizlarga hadishga xohlayman. Inshaalloh bu videoni qo'yishadi uydagilar. Maksimalli inshaalloh mendan xabar bo'lmasa, o'zlaringiz hadishgani qilib, bu aybdor emas deb, men aybim bo'lsa men tan olaman-da, men qo'rqmayman. Men urgan bo'lsam urdim, men aybim bor deb tan olardim. Men aybim bor olmasdan 4-sudimni qilib qo'yishgan. Chunki qolganlarni urush qilganman, to'g'ri, lekin hammasini aybdorimga javob berib chiqqanman, lekin bunisi ham qilmaganman-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar inshaalloh. Sizlardan shuni kutib qolaman, inshaalloh. Yuragimga sizlar inshaalloh. Men O'zbekistonga bo'laydi, mana yo'lga chiqdim.